O'qishda eng qiynalgan paytingiz nimadan qiynalgansiz? Nima bo'lgan o'shanda? Bo'ldi o'qimayman deganlar bo'lganmi? Bo'ldi o'qimayman degan darajada bo'lmagani, o'qishda o'qib yurganimizda farzandimiz bor edi. Birinchi paraga xohlaymizmi yo'qmi 10 minut 15 minutga kech borardim. Chunki majbur edik, xullas 15 minut kech borishga. Har borganimizda imенно o'sha darsda endi qo'yib bo'lgan bo'lardi. Endi o'zi dars endi boshlangan bo'lardi. Misol uchun hamma bu o'tayotgan temalarda, hamma yengilliklarda o'z vaqtida o'tirib darslar bo'laverardi. Faqat o'sha nechidir minutga kech kirganim hisobiga endi tushar edi. Ham dars o'tardik, ham darsdan keyin o'tirib atribotga qilardik. Endi bir tomondan men xafa bo'lardim endi olganimga, lekin bunaqasiga o'ylab ko'radigan bo'lsa, o'sha olingan endi ham o'sha darsni 2 martalab qaytarilgan hisobiga miyaga juda ham qattiq mixlanib borardi. Ham xafa bo'lardim har safar endi olganimga. Hozirgi holatlarda vaziyatni tushuntirsa ba'zi birovlar, mayli, shunaqa holat ekan, ozgina kechga sen darsda o'tirsang, tushunib olsang bo'ldi deydi. Unaqa narsalar bo'lmagandi bizning davrda. Rovno o'sha aytilgan soatdan, misol uchun 8:00 da kirib yo'qlama qilinardi. O'sha yerda yo'q bo'lsa bo'ldi, endi tushaverardi. Ilk kelgan atributka qilishli bizning davrda sal qiyinroq edi. Ya'ni o'sha kerakli listga, mashincha list endini yozasan derdi. Unga kerakli temalarni topish kitoblardan listovat etib topardik. Hozir internetga kirsa hamma narsa chiqib kelaveradi. Topaman desa.